Qalaysizlar? Yaxshimi ishlar? Og'rimayaptimi tishlar? Bezovta qilmayaptimi ichki ishlar? Yamunya asarchim qalaysiz? Salom, qalaysiz? Briket qildirganmisizda? Bitta narsalar turibdi. Asalchim, qalaysiz? Qalaysizlar? Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Meni zaryadkam qiynayapti. Nima istayapti zaryadkam mendan, sir bo'lmasa? Xolasang ishla. Bo'lmasa seni olib ketgani keldim. Isoysa, qalaysiz? Narigi xonada yotib, meni ko'rib yotibdi. Qachon yangilik qilasizlar qo'shiqdan? Как раз ash narsaga yaqinlashib qo'yganda shunaqa savol berish boshlaysizlar-yo. Joningga jon berishlarim. Kiprik o'zingiznikimi? Labing o'zingiznikimi? Yo'q. No, kiprigim o'zimnikida. Salom. Yaxshi kunda ko'rishamiz nasib. Shohruxjon, qalaysiz? Salom Dildor opa, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'zingizlar qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshimi ishlar? Og'rimayaptimi? Bismillahirrohmanirrohim. Dildora, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Tegin nimadir bormi? Sizni sepkiliz yo'q edi shekilli. Sepkilim o'zimniki asalarim, xavotiringizni qilmanglar. Agarda imkon bo'lganda men sepkil degan narsalarni qildirmagan bo'lardim, потому что sepkil menga umuman yoqmaydi. Vot. Yaxshi ko'raman, sizni yaxshi ko'raman, rahmat. Meni yaxshilab eslab, hali ko'p ko'rishamiz. Хорошо. Voydod. Uyingizni obzor qilib bering. Endi boshqa qiladigan ishim qolmadi-da, shu uyimni obzor qilishdan boshqa. Ishlaringiz yaxshimi? Men sizni muxlisingizman. Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bunaqa narsalarga ishonmayman to'g'risi. To'y qachon? To'y ertaga, bugun kech bo'ldi. Salom alaykum. Qaysidir tanishim shunaqa deydi. Yaxshimisiz Dildor opa? Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshi, go'zalsiz, chiroylisiz. Rahmat. Voy. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Jenini qo'shig'ini aytib chiqibsizlar. Jenini qo'shig'ini? Qaysi universitetda o'qiysiz? Sarbon universitetida. Nilufar nega guruhdan chiqib ketdi? Javob bering iltimos. Bilmayman. Juda iste'dodlisiz, ko'z tegmasin. Kuf, suf. Dam solaman.
qo'shiq ham bor-ku, bir negativchilar shunchalar xunuk yozishdiki, bilmayman nimaga bunaqa yozdinglar. Endi qo'yayotgandim-da shu videoni. Qo'y. Balkim не надо dedim. Потом qo'ymadim. Ko'p suvga ishonasiz, ko'p suv qilasiz, yo'q narsa, u bir narsalar, yana nimadirlar yozgansizlar, ishoninglar. Assalomu alaykum. Men Surxondaryodan kuzatyapman. Ishlaringizga omad, rahmat. Nimaga? Dildora necha yoshsiz? 18. 18 yoshman, 18. Просто 18 yoshman, и всё. Toshkentda qayerda turasiz siri bo'lmasa, nima qilasiz? Qayerda turishimni? Shohrux? Atrofga qaratib qoldi-yu qoldi. Odamlarni ko'zida olovi yo'q. Orzular ertak yulduzlar uzoq. Xuddi solmadim quloq va tanladim yo'l. Shaxtam qadam va qadam. Yiqilsam bil turaman yana. Yigitingiz bormi? Yo'q. Afsuski, sizni muxlisingizman. Rahmat. Assalomu alaykum. Qalaysizlar opa? Zo'r. 1 minut. Salom yo'llang qachon chiqadi? Ismuzik telekanalida dushanba, payshanba kunlari bo'ladi. 17 yoshingiz, qalam qoshligingiz, beboshligingiz, qayrilma qoshligingiz. Qayerga ketdingiz? Oynaga borib keldim. Shunchaki o'zimga qarab keldim. Chiroylimanmi yo'qmi deb chiroyliligimga yana bir bor ishonch hosil qilib yoninglarga keldi masallalarim. Nega briket qo'ydingiz? Boshda qo'yganingizdan keyin og'riq bo'ldimi? Ko'pchilik og'riydi birinchi kun deyshadi. Sizda qanaqa bo'ldi? Darosinim og'riq bo'ladi. Nimaga? Chunki sababi tishlaringiz tortiladi-ku, joylardan qattiq turgan tish joylardan qimirlaydi-da, ildizingiz og'ritadi bir haftagina atiga. Bo'ldi. Menga pul kerak, chiqing, ishlang. Ishlang. Ishlangiz. Men yuzi kuzgisiga soyangiz tushgan. Hargiz. Tomoshadan chiqib ketdingizmi Dildorda? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Muxlisingizmiz? Atvet kutaman. Rahmat, kattakon. Rahmat jo'la bilan vayn oling. Xo'p. Hamid bilan birga kontent olmay qo'ydingizlar. Birga olinglar, rassa zo'rlikka chiqadi deb doim birga olsanglar. Men to'g'risini aytsam, Hamid bilan urushib qolganman. Umuman yuz ko'rmas bo'lib ketdik. Biz bir-birimizga va'da berdik, что umuman hayotimiz davomida gaplashmaslikka. Hamid meni juda ham qattiq dilimni og'ritdi deb aytolmayman. Inshaalloh mana videolar olish boshlaymiz. Qoshingiz va shi yarashadi-da, o'zingizga rahmat. Kiprigimchi? Kiprigim maqtamadinglar sizlar. Вообще-то. Ishoninglar, avvallari Instagram yurg'izardim-ku, o'sha paytlari nima desam bo'ladi? Effekt bez makiyaj, bez effekt videolar storieslar qo'yishga yokida nima deylardi? Reelslar qo'yishga uyalardim-da. Endi hozir naborot menga bez makiyaj, bez effekt, tabiiy katta bo'lganingiz sari
men bilmadim, balkim boshqalarda unaqa emasdir. Men doimiy mana shu syomkalarda bo'lganim uchun bo'yanib yuraman-ku, lekin iloji boricha shu bo'yanmaslik kuni menga ideal kun bo'ladi. Hozir umuman bo'yamaganman. Labimda faqatgina blesk bor. Sal yaltirab turish uchun bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'qda, yuzimda ishoninglar, mazza qilib yuraman и uyalmayman ham. Avvallari bor, rozviten qil, tush qil, pomada chiz, rumyana qil, tonalka sur. Qiziqardim. Aldamang, kuchuvcha bilan rasmga tushganlar rosa asar bo'lganda yaqinda qo'ydingiz-u, olinglar, birga eng zo'r sizsiz. Rahmat, aytvoman, urushganim yo'q. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvini ko'rasizmi? Aboz ham zo'r olib borishadi ko'rsatuvni. Sizlar bitta guruh chiqqansizlar-ku-da. Dildora opa, Oltiariqdan salom, siz muxlisizman. Rahmat. Yana erinmasdan 6 ta sim karta olyapman. Oling. Omadingizni bersin, bemalol. Yuzingizda ugri yo'q nega? Chunki ugri bilasizmi kimlardan chiqadi? Qalbi g'arazlardan chiqadi ugri. Mani qalbim toza desam ham bilmayman nima uchun chiqmaydi. Ko'z tegmasin-u. Yuzim yaxshi. Faqat juda tez qurib ketadi. Oldingizda kim bor? Oldimda hech kim yo'q, o'zimga o'zim. Sevganmisiz deyishganda o'lgan degan to'yim kuni nima bu qo'shiq aytyapman? Assalomu alaykum. Hamidni yaxshi ko'rgani bormi? Shirinim, nech kilosiz? Menmi nech kiloga o'xshayman? Da, lekin chestno aytaman, tan olaman. Yangi yilda nerealniy hamma narsani bezatkaz yedim. Semirish. Bular haqida umuman o'ylamadim. Yangi yildan keyin ham bu haqida o'ylamadim. Mana 2 kundan boshlandi. Menda dieta hozir. Dieta deganda ham strogi dieta qilmayman. Faqatgina non yemayman. Gazli ichimliklar menga hozir absolutno mumkin emas. Fast foodlarni bir bo'ldi. Meni yaxshilab eslab qo'ying. Yana aytyapman, otni qashqasida. Hali savollarim ko'p, aytolmagan gaplar va shu. Xudo. Nodir aka, nima bo'lyapti bu yerda? Assalomu alaykum. Uka deb yozadilar, hozir qarab turinglar Nodir aka. Qachon qo'shish qarasangiz, qayerda nimaga ko'p aytinglar guruhda, sizlar faqat bittasiz qoldingiz guruhda. Biz yangi guruh bo'ldik, biz alohida guruh bo'ldik. Makiyaj, siz ham chiroylisiz. Men siz qizimday yaxshi ko'raman. Rahmat, kattakon. Assalomu alaykum. Sevganmisiz deyishgandan Ezo bo'ldi, uxlay qol. Ertaga ishga ketishing kerak, assalam. Qaysi qo'shiqni aytgim kelib qoldi? Tungi ko'chalar qo'rishlashib yurganimiz eslaysanmi? Baxtli kunlarimizni hech qo'msaysanmi? Bo'ldi endi hech qachon bo'lmaymizmi yonma-yon. Endi menmi hammadan yomon. Yuragim yarador lekin sen joyimdan turib, primoyga kirib yozardim. Muzika aytmoq uxlamayman. Qanaqa qilib senga eshitiladi?
Nada budit eshigini yop, ko'rpani yop, uxla nada budit. Primoyga kirib yozdim, muzika aytma, uxlayolmadim. Eshitmadim. Qayerda o'qiyman? Osmonda. Esimda mani. Kibir. Sabr. Salom alaykum. Malika, qalaysiz? Ovozingiz juda chiroyli, rahmat. Breketlaringiz yarashganini, rahmat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, rahmat. Salom, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Qayerdasiz? Uyda. Nima demoqchi edim? Qo'shiq aytgim kelyapti. Qaysi qo'shiqlar bordi? Eslatib yuboringlar. O'rtog'ingiz bilan ketayotgan ekansiz metroda. Yo'q, ko'rib qoldinglarmi? Jamila bilan ko'rgansizlar, ishoninglar. Agar meni yonimda Jamila yursa, men o'zi aslida ko'cha-ko'yda, umuman, ya'ni eng asosiysi общественный joyda juda серьезный qizman-da. O'zimnikilarni, o'zim yaqinlarim oldida nereально jinnilik qilaman. Jinnisan, qachon katta bo'lasan, серьезный bo'l deyshadi menga-da. Lekin o'zimnikilarni oldida juda jinnilik qilaman. Lekin общественный joyda ham Jamila jim yurishga qo'ymaydi-da, meni ishoninglar. Kuldiradi. Ha, singlim nima bo'pti? Kim bu? Anaqa pochche bilan gaplashyaptim. Pochche Shirin qizsiz, rahmat. Dildorni daydi qo'shig'ini bilasizmi? Dildor. O mani yorim, mani yorim. Amini aytib super Akmalakanikilar. Voy, nima deyapman, to'xtanglar. Akmalakalarnikidaligimizdamikin yoki amakimlarnikidaligimizdamikin? Akmalakalarnikidaligimizdamikin yoki amakimlarnikidaligimizdamikin? Briketingizni qachon qo'ydingiz? Adashmasam 1 oy bo'lib qoldi. Primoy efirda 276 ta odam meni briketimga qiziqayotgan ekan-a. Ovozli video qilib taxlasam, storiesga добавить qilib berasizmi? Chiroyli bo'lsa qilaman. Yuragim yarador, lekin sen buni bilmading. Sog'inganda qancha bilib bor yo'qlab kelmading. Qo'lim ko'kargan. No. Ай, бала, покажи любовь сначала лучше. Не такая. Briket og'riydi 1 hafta, boshdagi 1 hafta. Undan keyin og'rimaydi. Уже xullas og'rimaydi-da. Qo'rqmanglar. Ishoninglar, eng qo'rqoq odam men bo'lganman. Briket shunaqa qo'rqitishgan, miliklaring teshib, temirlar tiqib, bir narsalar, itagdali. Keyin qarasam, уже vaqt o'tyapti, umr o'tyapti. Briket qo'ydirishim kerak. Tishim ana bo'lib ketyapti, qiyshiq bo'lib ketyapti deb tavakkal borgandan keyin 10 minutda Idvama, aka nima uchun bunaqa qo'yasiz? Sening briket shunaqa qo'yiladi degan. Xonangiz ko'rsin, meni xonam yo'q. Mana sinimizning xonasi bor. Sinimizning katta shkafi bor. Sorchiqlari alohida turadi. Hammani sorchiqlari vannada tursa, bizni sinimizniki xonasida turadi.
Zubni shotkalari, zubni pastalari alohida turadi. Sovunlari alohida turadi. Yuz artadigan sochiqlari alohida. Shunchalar chistoplovatni emas. Hammasini alohida olib chiqib, yuvib erimidi, ishoninglar. Agar menda shunaqa bo'lsa, men cho'tka pastki uyda bizani uyimiz pastda. O'sha yerga tushib chiqqandan ko'ra deyman, tishimni yuvmayman bugun deyman. Yo yuzimni yuvmayman deyman. Lekin kechqurun makiyaj обязательно umuvokada yuvib, penkalarda yuvib, tozalab yotmasam shunchalar g'ashim keladi. Kibr bo'lmasangiz, menga podpiska bo'ling. Qanaqa buni qabul qilish kerak? Men tushunmayman shu narsani. Men hayron bo'laman. Ana bir-biriga podpiska tashiydi. Balki u odamda nimadir muammo bo'lib qolgandir. Yo, podpiska tashlagingiz kelmay qolgandir. Qaytarib olsa, bo'ldi, shu bilan anuda tegadan blokdan chiqarib qo'ying, kibrlanmasdan. Aytadi-da, sen mendan podpiska qaytarib olding, bir narsa, ammo menga nobodda kimdir shunaqa deb qolsa, aytaman, agarda o'rtamizdagi munosabat, oqibat shu Instagramdagi podpiska orqali bo'ladigan bo'lsa, men bilan oqibatinglarni uzib qo'yinglar deyman. To'g'risi. Instagram ertaga yo'q bo'lib ketadigan narsa. Telegram ertaga yo'q bo'lib ketadigan narsa. TikTok ertaga, YouTube ertaga yo'q bo'lib ketadigan narsa. Bunga ishonch yo'q, bugun bor, ertaga yo'q. Lekin oqibatingiz doimiy qoladigan narsa. Kibr bo'lmasangiz, menga podpiska tashlang. Nima o'zgaradi podpiska tashlaganim bilan? A? Voy. Mushigingiz bormi? Bor. 3 ta mushigim bor. Ona Samarqandga salom bering iltimos. Salom, assalomu alaykum. Samarqandga alangali salom. Bugun meni istoriyamni dabavit qildingiz. Assalom rahmat. Aytmaman-ku, agarda chiroyli storieslar bo'lsa, men dabavit qilaman hammasini. Bachkana, sevishgan, boshqa, o'laman, qolaman degan narsalar bo'lmasa, interesni odam ko'rganda vau deydigan narsalar bo'lsa, men har doim dabavit qilaman. Prямой efir qilishimga meni oyim turmush qurish haqida o'ylamayapsizmi? Yo'q. Hali eng qiz bolani mazza qilib yuradigan davri bu. O'shaning uchun umuman turmushga chiqish, sarpa yig'ish, ovqat pishirish, umuman men nima qilishni bilaman, lavash xamirdan xonim qilishni bilaman, qozon kabob qilishni bilaman va tuxum kolbasa qovurishni bilaman. Boshqa hech qanaqa narsa bilmayman. Stakanchik tartaretka qilishni bilaman. Boshqa hech narsa qilishni bilmayman. Bular haqida perjivas qilayotganim ham yo'q. Xonangizni ko'rsang, meni xonam yo'q. Boshdan asalim bitta yaxshi ko'rgan qo'shig'ingizni boshdan aytib bering. O'sha xayolimga kelmayapti-da, eshitadigan qo'shiqlarim ko'p o'zi. Shunchalar ko'rmading, mehrimni bilmading, borimni berdim lekin meniki. Qalbingda o'zgalar. So'zlarni bilmas ekanman. Ko'nglingizga yoqadigan inson bormi? Birontasini sevasizmi? Va-первых,
unaqa odam hali yo'q. Во-вторых, bo'lganda ham ayta olmayman shuni. Ha, men mamani yaxshi ko'raman, lekin u meni yaxshi ko'rmaydi. Uni boshqa yaxshi ko'rgani bor. Lekin meni qalbim unda dey, undan boshqasini seva olmayman deb ayta olmaymanmi? Yo kimdir aytgan odam ko'rganmisiz? Bitta uzuk berishuvdi-yu, o'sha bola Faxriyor edim yo'q. Uni hali kimligini podrobno bildim. Lekin 100% emas. Singlingiz bormi? Jiyanim bor. Uyda o'zingizmisiz? Yo'q. Uyda akalarim bor. Ezoza bor, jiyanim, Nasiba bor, jiyanim, buvim, kenayim, oyim bor uyda. Bizning uyimizga ertaga mehmonlar keladi. Yupqalar qilaman hozir, shuba salat qilaman. Ertaga somsa qilaman. Hozir grill qo'yib qo'yishim kerak anaqaga, duxovkaga. Xullas ishlarim ko'p. Shu o'rtada ozgincha vaqt topib sizlarga primoy qildim. Xolasizlar, lavash xamirdan xonim qilib beraman sizlarga. Shunaqa asal chiqadi. Sir bo'lmasa yilingiz ne chiqadi deysiz. Bu hech ham sir emas. 2007-yil 18 yoshdaman, Toshkentliman, Toshkentda turaman. Yuzingizdagi holingiz bilan yarashganing. Bu o'zimni holim. Bu o'zimni holim, o'rtoqlar. Ustidan qora qilib beraman. Lekin bu narsaga hech kim ishonmaydi. Voy holingni qara, kimga aniq qilding, meni balet qilding. Kim san holing yo'q. Maydim, o'chiringlar, o'chirib ham ko'rishadi. Men g'adir-budirligini ko'rib turib ham ishonishmaydi. Kemaydi, ay bari, ishonmasang ishib ket. Bitta joyga tushib ket. Xullas, necha minut qildim primoy? 28,5 soat qilmoq. Xullas, hammaga paka. Yaxshi dam olinglar. Ertaga Xudo xohlasa syomkam bor. Agarda vaqt topib olsam, storiesga qo'yishga harakat qilaman. Sizlarni har doim yaxshi ko'raman. Nima niyatinglar bo'lsa, niyatinglarga yetib, yaxshi yotib, shirin tushlar ko'ringlar. Tushinglarda meni ko'ringlar. Araz-paraz. Mikanat. O'g'il bolaga emas. Tomog'im chiyillab qoldi. Xullas, paka. Hammaga.